Qizlar, kelinglar, bugun ozgina kontratsepsiya haqida gaplashamiz. Kontratsepsiya turlarini bilasizlar, juda ham ko'p. Bu haqida postlar qo'yganman, istoriyalar qo'yganman. Tabletsirованный variant, внутриматочный variant, implant, depo va boshqa turlari juda ham ko'p. No, hozirgi kunda tabletka ichgani ayollari ko'pchiligida xohish yo'q, semirib ketishdan qo'rqadi. Или противопоказанияsi bor, ya'ni jigar tomonidan yoki varikozniy расширенный tomirlari tomonidan противопоказан. Shu holda ACCni spirali qaysi turlarini bizga maslahat berasiz deb ko'pchiligingiz so'raysiz. Bilamiz, что Mirena eng yaxshisi Bayer kompaniyani mahsuloti. No, bugungi kunda Mirenani konkurenti bor qizlar, Kaylina. Kaylina bu judayam современный, да, составы тот же, levonorgestrel, гормон содержащий, но Kaylina nima bilan farqlanadi Mirenadan? Ozgina tushuncha beray. Bu Kaylina тот же самый продукт Bayer kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Ichida тот же самый гормон levonorgestrel, lekin отличияsi в том, что pulida juda katta raznica. Sabab dozировкasi ozroq. Bu judayam yosh, bitta tuqqan, 4-5 yil davomida plant qilmagan yosh ayollar endometrioz, adenomyoz, polip, giperplaziyadan qiynalgan